Bugun Artglass kompaniyasi 5 yoshga to'ldi. Bu yoqgacha kelish oson bo'lmadi. Kimdir sotishda, kimdir ishlab chiqarish va o'rnatishda o'zini hissasini qo'shib kelyapti. Biza hali bundan ham katta ishlar qilsak bo'ladi. Ammo sizlarga ishonaman. Hammalarni bu bayram bilan tabriklayman. Sizlarni yaxshi ko'raman va faxrlanaman. 5 yil eshitilganda juda kichik muddatdek tuyulishi mumkin, lekin aslida hayotda juda katta muddat. Bugun Artglass kompaniyasini tashkil topganiga 5 yil bo'lganidan men juda xursandman. Assalomu alaykum, hurmatli Artglass oilasi, Artglass jamoasi. Menga ko'proq Artglass oilasi degan yoqadi. O'zim yaxshi ko'raman shu narsani. 5 yil bo'pti, Xudo xolisa Artglassimizga. Shu munosabat bilan hammalarni tabriklayman. 5 yil ichida ozmuncha qiyinchiliklar bo'lmadi. Ancha ishlar bo'lib ketdi. Xudoga shukr, ming shukr. Nima deymiz? Artglass jamoasi yutuqlarga erishishda charchamaylar. Xudo xolisa mana yangi joylar ochyapmiz. Bu narsada ham Xudo xolisa to'xtamaymiz. Yana yangi joylar ochamiz. 10 yilligida ham Xudo xolisa bu 5 yilligidan ko'ra ko'proq zafarlarga erishaylik. Katta bir jamoa, katta bir oila bo'lib, yig'ilib 10 yillikda ham xuddi shunaqa bayramlar qilaylik, bundan ancha kattalarini qilaylik va jamoamiz ancha marotaba katta bo'lsin. Hammalarni 10 yildan keyin ham shu jamoada erishgan zafarlaringlar bilan ko'rishishni orzu qilaman. Artglass olg'a. Assalomu alaykum Artglass jamoasi. Sizlarni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklayman. Kelasi yillarga nimaga o'ylagan maqsadinglar bo'lsa, maqsadinglarga yetib yurishinglarni xohlayman. Artglass jamoasiga tilaylarim nimaga o'ylagan maqsadinglarga hammasiga erishib, Artglass jamoasini 5 yilligi munosabati bilan tabriklayman. Artglass jamoasining rahbarlarini tabriklayman. Nimaiki maqsadlari bo'lsa, maqsadlariga yetishib ko'rsin. 2026-yil hammaga barakatli yil bo'lsin. Sizga ishlaringizda ham baraka, shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlar tilaymiz. Artglass kompaniyasi bilan yanada katta yutuqlarga erishishingizga tilakdoshmiz. Artglass olg'a. Artglass 5 yilligi bilan hammani tabriklayman. Kelgusida natijalarimiz yanada yuqoriroq, safimiz yanada kengroq bo'lsin. Assalomu alaykum Artglass jamoasi. Sizlarni 5 yilligimiz va yangi yil munosabati bilan chin qalbimdan tabriklayman. Поздравляю вас всех с 5-летием нашей компании и с наступающим Новым годом. Желаю успеха и удачи. Artglass 5 yoshda. Assalomu alaykum Artglass kompaniyasi. Yo'q, boshqa. Bo'lmadi. Тимурака, вот это знаю, вот это не знаю. Сам знаешь что. Shuni o'zim gapiraman deymi? O'zim hammaga formadorman. O'zim ham bu yoqqa kelib yurman, o'zim ham bezforma yurman. Men ichimdan sirib turdim shu chalg'amasin deb. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao. Ciao, ciao, e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di
genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la